Xayrli kun. Assalomu alaykum hammalaringizga. Men hozir mana bu krupniy list gortenziyamni chirinka qilganman. Shuni bittasini ochdim. Azizlar, ochdim mana. Men ko'rmayaptimi sizlarga? Mana taklaridan chiqib kelgan. Mana ustichasi karalab qolgan, lekin tagidan chiqqan. Ana hammalaringizga tavsiya qilaman chirinka qilishni. Hammaga tavsiya qilaman. Chirinka qilinglar, juda ham ko'pisi mana. Bittamas, ikkitamas, 3-4tasi amalga kirgan. Yana bu yoqqa shuncha bularni hammasi amalga kirgan, sizlarga aytsam. Ko'rmayaptimi sizlarga? Ko'rinmayaptimi? Bu ham. Bunisini ham ko'rsataman. Bunisini ham ko'rsataman sizlarga mana. Hammasi olgan. Ana shunaqa gaplar sizlarga ana shu krupniy list gortenziyani ko'rsatmoqchi edim, chirinkalarimni. Bu yerga yana nima bo'lgan? Bu yerga sizlar bilan ekkan kangullarim chiqqan. Kangullarim bunisi ham ana qizarib turibdi. Ana qizarib turibdi. Chiqqan. Yana bu tarafga juda ham ko'p kanlarim chiqqan. Hammasini ko'rsataman sizlarga deb o'tirdim. Ko'rsatishim kerak. Baribir ana o'tash qilib chiqish kerak. Bularni yulib, hammasini tozalab. Kan, qarang. Haydacha bo'lib, mana bu ham kan. Oldagilar uylama ko'rinmay qoldi. Ana bu ham kan. Ana bunisi ham kan. Xo'sh, mana bunim juda ham katta bo'lgan. Bu ham o'sgan. Bu yoqqa ham hammasi chiqqan. Bexato. Shunaqa yangiliklar menda gullarim. Bu yoqqa ekkan gullarim ham chiqqan. Ana bu metelchitel gortenziya gulim. Metelchitel bu. Bu hammasi olgan. Hamma chirinkalarim kesib 10 santimetrga kesib, 2ta pochka bilan, 3ta pochka bilan qo'yganlarim ham bor. Ana bitta pochka bilan qo'yganman, ana tagidan yana chiqqan. Mana bular 2ta pochka bo'lgan ekan, 2ta pochka ham olgan. Mana bu 3ta pochka bo'lgan. Hammasi olgan. Tavsiya qilaman azizlar, metelchitel gortenziyalaringiz bo'lsa 40 kundan keyingi rezultat bu. 40 kun bo'lib o'tdi. 40 kundan keyingi rezultat. Mana bu primerni oladigan bo'lsak, mana eng kattasi mana bitta pochkacha bu yoqdan chiqqan. Ana tagidan ham chiqqan. Hammalaringizga tavsiya qilaman. Metelchitel gortenziyadan ko'paytirish xohlasalaringiz, mana shuncha chirinkam. Ana u yoqqa yana chirinkalarim bor. Ana bu nima? Xo'sh, ana bu nimadagi ko'k idishchadagi baklashkadagi salafanga o'rab qo'yganim Kitayskiy roza gulidan juda ham 15 ta 20 talab qilib tashlaganman. Hammasi oladi, amalga kiradi. Hozir endi 40 kun kutish hojati yo'q. Havola isidi 20 kun, 25 kunga ham, 30 kunga ham juda ham tayyor bo'ladi. Lekin ana bu baklashkadagi bu metelchitel gortenziya, lekin bu ham amal oladi. Ana baklashkalar dispar bo'lib o'tiribdi. Bunga ham bor. Bu
bu yoqqa nimalarga annarasi idishchalarga ekkanman, har xil gullar ekkanman. Bu gulni qarang, bu gulni nima ekanligini o'zim ham bilmayman holi. Xuddi tikungulga o'xshaydi. Ko'ramiz, sizlar bilan birga ekaman hammasini. Mana bu gullar hammasini ekaman. Nasib etsa birgalikda. Keyin kan gulim juda ham katta bo'lib o'sgan bu. Bu nasturtsiy gulim, nasturtsiy. Bu ham kan. Bu nima? Qalanxoya gulim. Qalanxoya gulimni ham nimaga qo'yganman? Chirinkacha qilib shunday suqib qo'yganman, lekin bu ham mana qizarib tashqariga turibdi. Qizarib tomirchalar olgan. Bizda shunaqa yangiliklar. Sog' salomat bo'linglar, har doim Allohga omonat bo'linglar. Bizdan kuzatishda davom eting.